Muhammad amanaki fikringizni davom ettiring. Mana siz O'zbekistonning tashqi qarzi to'g'risida gapirdingiz, gazlarning isrof bo'layotgani to'g'risida gapirdingiz, portlashlarni to'g'risida gapirdingiz. O'sha jalb qilingan maqsadli kreditlar, tashqi davlatlardan olingan qarzlar o'z nimasida nima deydi? Maqsadli sarflanmayapti deysiz. Bu juda to'g'ri. Mana masalan o'sha Osiyo taraqqiyot bankidan Xitoyga gazni eksportini ko'paytirish uchun juda katta mablag' olindi. Lekin shu mablag'lar aslida o'sha maqsadli ishlatilmadi. Mana o'shani oqibatida mana Surxondaryoda, boshqa joylarda gazlar o'zlari ortilib ketyapti, chiqib ketyapti. Shuni yangi gaz konlarini, boshqalarini xavfsizligini ta'minlash uchun bu yerda qanaqadir bir yangi konlarni o'rganish uchun mutaxassislarni yuborish kerak edi. Bironta bir yangi konlardan texnikalar xarid qilish kerak axir. Texnikalarda o'sha ish xizmatlarini o'shaga jalb qilish kerak edi. Bu narsalar jalb qilinmadi. Bu mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri Putinni bilan birgalikda mana Ukraina urushga sarflanyapti. Biz taxmin qilmayapmiz. Buni mana Ukraina kecha 8 ta bilan nima bo'yicha Ukraina davlati O'zbekistonga sanksiya kirgizdi. Buni talab qildi. Bu haqiqatda to'g'ri. O'sha mablag'lar o'sha Putinni bosqinchilik urushida Ukrainani mahv etishga yordam beryapti-da. Putin qilyapti. O'sha bizni bo'ynimizga olinayotgan qarzlar, o'sha tashqi qarz deb olinayotgan gazni yangi konlarni oshiramiz, konlar nima qilamiz, reabilitatsiya nima deb profilaktik ishlarni qilamiz deb mo'ljallab maqsadli deb olingan qarzlar maqsadli emas, o'sha urushga sarflanyapti. Buning uchun mana butun dunyo, Yevropa ittifoqi ham, butun Birlashgan Millatlar Tashkiloti hammasi bu narsalarni bildi. O'shaning uchun mana hozir aytyapmiz, Ukraina sanksiyaga O'zbekistonda o'sha nimalarni sanksiyaga kirgizishga qaror qildi. Endi undan tashqari mana siz undan oldin gapirdingizki, paxta ishi, paxta qulligi yosh bolalarning mehnatini ekspluatatsiya qilingan. Bu paxta ishi shunday bo'ldiki, bolalarning mehnatini kamaytirdik, o'qituvchi muammolarni kamaytirdik, yo'q qildik, biron haligi paxta zulmidan aziyat chekmayapti dedi, lekin klasterlar joriy qilindi. Klasterlarning hammasi o'sha paxtani fermerlar yetishtirgan paxtalarga pullarni to'lamayotgan korchavonlar hammasi o'rganib chiqildi. Mirziyoyevni qarindosh urug'lar, ular O'zbekistonda ham yashamaydi. O'sha Tojikistonda yashab o'tirib, haligi bir nima qilayotgan oddiy bir o'qituvchi, oddiy qanaqa bo'lishi mumkin. O'shalar o'sha klasterlarning boshliqlari. Ekkan bug'doyimiz bormi, paxtamiz bormi, hammasini pul o'shalarga ketyapti. O'sha qarindosh urug'ini pul bilan ta'minlayapmiz. Biz ishlab chiqarib, bug'doyni nimaga militsiyalar majburiy plandan, rejadan ortig'ini ham tortib olyapti. Chunki bu hammasini Mirziyoyevning o'sha yetakchiligidagi qarindosh urug'lari o'sha klasterlar majburlayapti. Fermerlar klasterlarning quliga aylandi. Oldin o'qituvchilar yoki bir byudjet tashkilotlarining xodimlari hokimiyat tomonidan paxtalarga majbur qilingan bo'lsa, endi fermerlar klasterlarning quli bo'lgani, ular pul bilan ko'chadan nima deydi, yollanma ishchilarni majbur qilyapti, lekin yetishtirgan mahsulotini sotish tan narxi juda oshib ketyapti. Iqtisodiy sifatida shuni aytamanki, bug'doy masalan 5000 so'mga tayyor bo'layotgan bo'lsa, uni terib olish, yig'ib olish, unga ishlov berish, mineral o'g'itlar solish, uni parvarishlash, umuman o'sha oktyabr oyidan boshlab to may oyining oxirigacha bu hosilni yig'ib olguncha bo'ladigan sarf xarajatlar fermerlarga juda bir katta pullarga tushyapti. Shuning uchun fermerlar nima deydi, inqirozga uchrayapti, bankrot bo'lyapti.